Avstraliyaga bakalavriga ketish uchun qancha sarf qilaman? Siz Avstraliyaga ketayotganingizda 5 ta narsaga xarajat qilasiz. Bular birinchisi yarim yillik kontrakt pulingiz, ikkinchisi tanlayotgan muddatingizga qarab sug'urta puli, uchinchisi med ko'rikning puli, to'rtinchisi vizaga topshirilayotgan pul va keyingisi oxirgi xarajatingiz bizning servis tariflarimizning narxi. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, birinchisi yarim yillik kontrakt pulingiz 7,5-9,000 AQSh dollaridan boshlanadi. Bu esa siz tanlayotgan universitet va yo'nalishga qarab belgilanadi. Ikkinchisi, aytganimdek, sizning sug'urta puli 3 yilga taxminan 1,5 AQSh dollari bo'ladi. Bu esa yiliga 500 dollardan to'g'ri keladi. Keyingi xarajatingiz bu med ko'rik. Siz Toshkentdagi xalqaro klinikadan 175 dollardan med ko'rikdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Keyingi xarajat bu immigration fee, ya'ni Avstraliya elchixonasiga sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqish uchun atrofan 1100 AQSh dollari to'lanadi. Va keyingi oxirgi sizning xarajatingiz bizni tanlagan tarifimizga qarab belgilanadi.